Bu video Hater 2 deyiladi. Ya'ni biz bezna saldishni strishga qilamiz yana. Bunga qanaqa baho berasiz ko'ramiz. Aqllilar ko'pda вообще slishgan. Guideline qilib olishadi. Biza yoshlarga guideline siz chiqarishni o'rgatamiz. Lekin haterlar to'g'ri noto'g'ri ligini bilishar ekan. Zo'r maslahatim bordi, ba'zi bir ustalarga. Yoshlarga manfaatli narsalar qo'yamizmi, iloji bo'lsa, ana ichida qolib ketsa, nima to'g'ri noto'g'ri aqlli yetsa, sizlar video qilib o'smayotgan yoshlarni o'rgatinglar to'g'ri soch olishga. Ichini yopamiz-da. Keyin 1 sm yetkazmasdan olib chiqamiz sochlarni pastki qismidan. 1 sm pastdan olasizlar, 1 sm tepaga yetkazmaysizlar. Tishini yarmigacha ochamiz-da. Gayt chizig'ini yediramiz. Baland chiqib olmaysizlar. Hammasi beznasabga qilayotgan ishlar. Ochib yopib ishlaysizlar. Keyin 3 nasatkani taqaman-da bolalar. Tishini ko'tarib, lehki perеход bilan yediraman. Banan ko'tarib olmayman buni ham. Ba'zi bir aqllilar banan chiqib ketdi dedi-yu. Hamma sochda o'zining teksturasi bor, o'zining texnikasi bor. Hamma sochga bir xil yediravermaydi. Kimdirlarniki vashi banan qo'shib ketadi tepasigacha. Kimdirlarniki chegarasi bo'ladi. Так что g'iybat qilishdan oldin kallanglar bilan o'ylaylar hamma narsani gapirmasdan. Kalla bilan ishlaysizlar-ku, qayerdalar o'shaning uchun kallanglar bilan o'ylaydi. Ha, biz miya bilan ish qilamiz. 1,5 nasatkani olib o'rtasiga uramiz, baland ko'tarib oling. Sal yopamiz tishini, tegidagi chizig'ini yo'qotamiz. Shaversiz fade emas. Qaychida ishlash sistemasini ko'rsataman. Mashinkalar bilan o'tgandan keyin tushovkani qilamiz, ya'ni qo'shamiz. Grubiy qoldirib olsa ham bo'ladi, lekin men o'zim yoqtirmayman grubiyni, o'shaning uchun maydalab ko'taraman. Keyin hurmatli yosh barberlar, maslahatim, осуждать qilmanglar, ya'ni birovni ko'tini kovlamanglar. Undan ko'rasi manfaatli kerakli texnologiyalarni olib qolinglar. Ko'p ustalarni g'iybat qilayotganlarni ko'rib boramiz, yaxshi emas. O'zingizlarda talant yo'q hali. Qolganlarni ham banglatishinglar noto'g'ri. Undan ko'ra maslahat so'ranglar, bizga yordam beringlar. Mana do'stlar, очередной feytimiz tugadi. Так что haterlar, bu yoqqa nima deysizlar endi? Gapiravering, menga motivatsiya beryapsizlar, ya'ni ishimiz sifati ham oshib ketib qolyapti. Aytgancha, yangi ochilgan joylar bor-ku. Men anaqa o'rganinglar, iltimos. G'iybat qilmanglar, kimdirlar bilan solishtirmanglar. Hammaning yo'nalishi har xil, uroving har xil. Kimnikidir past, kimnikidir balkim bizaniki pastdir, o'rtadir yo balanddir, biz bilmaymiz buni. Bizning klientlarimiz baho beradi, ya'ni qadrdonlarimiz. Так что do'stlar, g'iybat qilmanglar, faqat ishinglarni toza qilib, olg'a qilinglar, duo olinglar ustozinglardan. Rahmat. Kelgan jigarlar, biza mana bunaqa filtr ishlatmaymiz, chiroq-piroq ishlatmaymiz, nima deydi? Aybimizdan yopish uchun. Bizda chiroqsiz ham shunaqa chiroyli ko'rgan sochimiz. Yuvib tashlanglar shunaqa aqlli ustalarga.